بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 161 Bab fazl ziyarati, ziyoratning fazli haqida. 350-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki: "Zara rajulun akhan lahu fi qaryatin, farsatallohu lahu malakan ala madrajatihi, faqala ayna turid? Qala akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal lahu alayka fi ni'matin tarubbuha? Qala la, inni uhibbuhu fillahi. Qala fa inni rasulullah ilayk. Inna Alloha ahabbaka kama ahbabtahu." Payg'ambarimiz aytdilarki, bir odam o'zini bir qishloqdagi birodarini ziyoratiga jo'nab chiqdi. Alloh taolo o'sha qishloqqa kirib boraverishda uni huzuriga bitta farishtani yubordi. Hali ziyoratchini huzuriga. Farishta kelib haligi odamga aytdiki, "Qayoqqa ketyapsan?" dedi. U odam aytdi, "Shu qishloqda bir birodarim bor, shuni ziyoratiga ketyapti." Xo'p, endi u senga bir yaxshilik qilgan-u, shuni qaytarmoqchimisan yoki o'shunga bir mukofot bermoqchimisan? dedi farishta. Haligi odam aytdiki, "Yo'q. Men uni Xudo uchun yaxshi ko'raman. Boshqa hech qanaqa g'araz yo'q", dedi. Shunda farishta aytdiki, "Bilib qo'y. Men Alloh taolo seni huzuriga yuborgan elchiman. Xudoning elchiman. Elchisiman senga yuborilgan. Albatta Alloh sen shu birodaringga muhabbat qo'yganing uchun senga muhabbat qo'ydi. Shuni bilib qo'y" dedilar. Demak, Xudo uchun muhabbat qilib bir birodarini boshqa g'arazni oraga qo'shmasdan ziyorat qilish Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish ekan. Mana shu narsani juda yaxshi tushunib, anglab, o'zimizga singdirib olishimiz kerak. Birovni ziyorat qilganda qandaydir e'tiborini qozonishmi yoki uni huzuridan bir dunyoviy narsaga, mansabga, boshqa bir narsaga ilinj ma'nosidami qilmasdan faqat Xudoning roziligi uchun savob umidida ziyorat qilish kerak ekan. Ana shu ziyoratchini Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga sazovor qilar ekan shunda. Demak, ziyoratni qilishda niyat yuqorida aytib o'tirgandek sof, faqat Xudoning roziligi uchun bo'lishi katta ahamiyat kasb qilar ekan.